Yuzi chiroyi shpakilovka bilan emas ekanda u. Lo'ladi ishirish bilan emas ekan, qosh terish bilan emas ekan, yasama hol bilan emas ekan, qalbakalik xattiroq shamol bo'lsa uchib ketadigan kiprik bilan emas ekan, tatuaj bilan emas ekan. Jamalul vajh bil ibadati dedilar. Yuzi chiroyi ibodat bilan bo'ladi. Zo'r ibodat qilaydi Alloh yuzimizga. Shuni nurni berib qo'yadi. Be makiyaj ham, be shpakilovka ham zo'r turamiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Keyingisi qalbi chiroyi. Haligi ko'pchilik aytadi-yu, o'zi shaytondan battar mayitiga uradi bunday qilib. Ko'ksiga urib turib, mayitda bo'lsa bo'ldi deb qo'yadi. Qanidaga sani shetingda bo'lgan deydi. Qaniydi? Bu orzu-yu. Sani shetingda bo'lganda fohisha bo'ladimi deysan? Sani shetingda bo'lganda qimorvoz bo'ladimi deysan? Sani shetingda bo'lganda alkash bo'ladimi deysan? Yo'qligi uchun alkash bo'ldi deysan. Yo'qligi uchun fohisha bo'ldi. Mayitga uratdi. Mayitda bo'lsa bo'ldi deydi. Mana aytayaptilar. Mashetdi mana mayit deganda qalb endi. Mana shu qalbni chiroyi deyaptilar. Mayitda hasad yo'qligi bilan bo'ladi.